Sha'bon oyi Ramazondan oldingi muborak oy bo'lib, qalbni poklash va ibodatga tayyorgarlik davridir. Bu oyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p ro'za tutganlar. Sha'bon amallarni ko'paytirish, gunohlardan tavba qilish va Ramazonga ruhan poklanish uchun bebaho fursatdir. شعبان روزة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. رواه الأربعة. عائشة رضي الله عنها دان روايات qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Ramazondan boshqa oyning ro'zasini to'liq tutganlarini ko'rmadim. Sha'bonda tutganchalik ko'p ro'za tutganlarini ham ko'rmadim. Uning faqat ozgina ro'zasini tutmas edilar, balki hammasini tutar edilar desak ham bo'laveradi. To'rtovlari rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatda asosan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam faqat Ramazon oyining ro'zasini to'liq tutganlarini bilib olamiz. Chunki Allohning amri shundoq. Ramazondan keyin eng ko'p ro'zasi tutiladigan oy Sha'bon ekan. Va qalat Ummu Salama radhiyallohu anha: "Ma ra'aytu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yasumu shahrayn mutatabi'ayn illa Sha'ban va Ramazon." Rawahu at-Tirmidhi bi sanadin sahih. Ummu Salama radhiyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi vasallamning Sha'ban va Ramazondan boshqa ikki oyni ketma-ket ro'za tutganlarini ko'rmadim dedilar. Tirmiziy yaxshi sanad bilan rivoyat qilgan. Sha'ban va Ramazon oylari ketma-ket kelishi ma'lum. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu ikki oyning ro'zasini tutgan ekanlar. Bundan ham Sha'ban oyi ro'zasi fazilatli ekanini bilib olamiz. An Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala li rajulin hal sumta min surari hadha ash-shahr shay'an qala la فقال فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. رواه الشيخان. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kishiga bu oyning o'rtasidan biror narsa tutdingmi dedilar. Haligi kishi yo'q dedi. U zot sallallohu alayhi vasallam undoq bo'lsa qachonki Ramazondan og'zing ochiq bo'lganda uning o'rniga 2 kun ro'za tut dedilar. Ikki shayx rivoyat qilgan. Boshqa bir rivoyatda Sha'bon o'rtasidan ro'za tutdingmi deganlar. U kishi yo'q degandan keyin undoq bo'lsa og'zing ochiq bo'lganida zimmangdagi o'rniga 2 kun ro'za tut deganlar. Bundan Sha'bon oyida hech bo'lmasa 2 kun ro'za tutish kerakligi kelib chiqadi. O'z-o'zidan nima uchun Sha'bon oyida nafl ro'za tutishga bunchalar ahamiyat beriladi degan savol paydo bo'ladi. Bu savolning javobini Imom Nasa'iy Usoma radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisdan topamiz. Unda quyidagilar aytiladi: Ey Allohning rasuli, oylardan hech birida Sha'bonda ro'za tutganingizdek ro'za tutganingizni ko'rmadim dedim. U zot sallallohu alayhi vasallam bu bir oyki odamlar undan g'ofil qolurlar. U Rajab bilan Ramazonning orasida. Bu bir oyki unda amallar Robbil alaminga ko'tarilur. Mening amalim ko'tarilayotganda ro'zador bo'lishni yaxshi ko'raman dedilar. Buning ustiga ro'zasi farz qilingan Ramazon oyidan oldingi oyda Sha'bonda ro'za tutishni yaxshilab mashq qilib, Ramazonga kirilsa, uning ro'zasi yana ham mukammal va benuqson bo'ladi. Bu xuddi farz namozidan oldin sunnat namoz o'qib, yaxshilab tayyorgarlik ko'rib olganga o'xshaydi. Avvalgi o'rgangan hadislarimizda Ramazondan keyin ro'zasi eng afzal oy
Muharram oyidir deyilgan edi. Endi esa Sha'ban ham shu ma'noga da'vogar bo'lib qolmoqda. Shuning uchun ham ba'zi ulamolarimiz Muharram oyi ro'zasining afzalligi Ramazon va Sha'bonnikidan keyin deganlar. Ushbu faslda o'rgangan hadislarimizda iloji boricha Sha'bon oyi ko'proq ro'za tutishga targ'ib qilinmoqda. Ro'za tutish nahiy qilingan kunlar faslida esa Sha'bon oyi oxiridan 1 yoki 2 kun ro'za tutish harom deyilgan. Sha'bon oyining 16-sidan boshlab ro'za tutmoq mahruh deyilgan edi. Bu bir-biriga qarama-qarshi hukmlar emasmi degan savol tug'ilishi tabiiy. Javob shuki, bu yerda hech qanday qarama-qarshilik yo'q. Chunki o'sha ro'zasi tutilishidan nahiy qilingan kunlar faslning o'zida ham agar ro'za tutishga odatlangan bo'lsa deyilgan. Demak, Sha'bon oyida doimo nafl ro'za tutishga odatlangan odam bo'lsa, u tutaveradi. Ammo odatlanmagan bo'lsa-yu, Ramazon kirib qolgan bo'lsa nima bo'ladi degan vasvasa bilan kishilar o'rtasida shubha, ixtilof paydo qilishi mumkin bo'lgan ro'zadan nahiy qilingan. Demak, o'rtada hech qanday qarama-qarshilik yo'q. Ro'za arab tilida savm deb atalib, lug'atda o'zini tiyish ma'nosini bildiradi. Misol uchun bir odam ishtahasi kelmasdan taomlanishdan bosh tortadigan bo'lsa ham, ana shuni arablar savm deydi. Ba'zi bir hayvonlar o'zicha demak qandaydir sabablarga binoan ozuqalanishdan bosh tortadigan bo'lsa ham savm deydi. Ana lug'atda o'zini tiyish, odatdagi narsadan o'zini man qilish ma'nosini savm deyiladi. Shariatda esa niyat bilan tong otgandan quyosh botguncha yemoq, ichmoq va shahvatdan o'zini tiymoqni savm ro'za deyiladi. Ya'ni bunda niyat kerak. Ro'za tutaman degan niyat kerak. Shu bilan birga amal kerak. Amal tong otgandan oldin saharlikni qilib, niyat qilgandan keyin ana tong otgandan boshlab to quyosh botib bo'lguncha o'zini yemoq, ichmoq va shahvoniy ishlardan tiyib turishni ro'za ibodati deyiladi. Mana shu ibodat Allohning oxirgi va mukammal dini, qiyomatgacha boqiy qoluvchi dini, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dini islomning 5 ruknidan bir ruknidir. Bu asosiy ibodatlarimizni demak eng muhimlaridan biri hisoblanadi. Tavba so'zi o'zi arabcha so'z bo'lib, qaytish ma'nosini bildiradi. Tavba qilayotgan odam o'zini nafsiga ergashib ketib qolgan bo'ladi. Shaytonning izmiga tushib ketib qolgan bo'ladi. Ana o'sha xatodan Allohga qaytishni tavba deyiladi. Nafsiga qahr ko'rsatadi, shaytonga qahr ko'rsatadi. Sanlarning gapingga kirmayman endi deydi. Qaytdim men Allohga, tavba qildim Alloh, o'zingga qaytdim deb qattiq demak ahdi paymon qiladi. Ana lug'at ma'nosida mana shuni tavba deyiladi. Istiloh ma'nosida mashoyixlarimiz, ulamolarimiz bir necha tavbani ta'riflarini aytishgan. Ana o'sha ta'riflarni umumiyroq qilib gapiradigan bo'lsak, tavba bandani ixlos bilan gunohlardan qaytganini, hammasidan bir yo'li qaytganini e'lon qilib, Allohning yo'liga qaytishidir. So'ngra avvalgi qilgan gunohlariga chin dildan astoydil va qattiq o'kinishi, nadomat chekishidir. Undan so'ng ana shu gunohlardan butunlay uzilib chiqib, umr bo'yi ularni takrorlamasligidir. Mana shu tavba bo'ladi. Ana inson o'zi ahdi qaror qiladi. Hozirgi kungacha bo'lgan hamma gunohlardan Allohdan mag'firat so'rayman. Qaytdim. Alloh meni o'zing kechirgin. Tavbamni qabul qilgin deb chin ixlos bilan tavbasini e'lon qiladi.
Undan keyin o'sha o'tganlarni hammasiga afsus chekadi, nadomat chekadi. Nadomat degani davomli ravishda afsusda bo'lish degani. Falon vaqtda shuni qilib qo'ydim, attan qilmasam bo'lar ekan. Juda yomon qilibman, o'zimga zarar qilibman, oilamga zarar qilibman, dinimga zarar qilibman deb nadomat chekadi. Ana undan keyin o'sha nadomati buni o'sha mazkur narsaga umuman umri bo'yi xayoliga ham keltirmaydigan darajada chetlashni joriy qiladi. Bu Alloh bilan bandani orasidagi bo'lgan gaplar. Allohning haqida gunoh ish qilgan bo'lsa, misol uchun namozni tark qilganmi yoki boshqa bir ishni qilib qo'yganmi, ana shundoq bo'ladi. Endi o'sha tavba qilayotgan gunohi bandani haqida bo'lsa, 4-shart izga tushadi. Tavba qilishi, nadomat chekishi, u ishdan butunlay uzilib chiqishiga ziyoda ravishda bandani haqqini qaytarishi kerak. Birovning pulini o'g'irlab olgan misol uchun. Yoki zo'ravonlik bilan qandaydir yo'l ishlab olgan. Tavba qildi, o'sha ishga nadomat chekdi. Endi umuman qaytmaslikka azmi qaror qildi. Endi o'sha olgan pulni egasiga olib borib qaytarib berishi kerak. Ana shunda tavbasi bo'ladi. Bu juda ko'p narsa. Hozir menga juda ko'p odamlar keladi. Qabulimga kirib, oddiy shu biz avval yoshlik qilgan ekanmiz, bilmagan ekanmiz, har narsalarni qiluvdik. Alhamdulillah mana kitobni o'qib, yo'lni tanidik, ibodatga kirdik, roza tutdik, namoz o'qidik, nafl rozalarni ham qilyapmiz. Lekin bir xijolatchilik bor. Nima bo'ldi? Shu yoshlikda bilmay, anaqa odamlarning molini o'g'irlab qo'ygan yerimiz bor. Bittasi aytayapti, juda muxlis bo'libdi-da endi. Kimnikini qachon qancha o'g'irlaganimni aniq bilaman deydi. Shuni deydi, hammasini hisobini qilib qo'yib qaytarishim kerak. Qanaqa qilib qaytaraman? Hozir kallam nima bo'lib turibdi. Nimaga desam, yaqinda uylangan edim, kelin taraf bilib qolsa, xafa bo'lisharmikin deyapman. Unaqa bo'lsa bo'ladi dedim, yaxshi. Yaqin do'stingiz bormi? Bor. O'sha do'stingizni chaqirib, o'shunga bering, u olib borib bersin. Olib borib, sizning nomingizdan uzr aytib, sizlarga shu noqulaylik tug'dirganida mana do'stim uzr aytadi. Mana shu uzri safari o'zi kela olmadi, bo'lmasa kelar edi deb aytib berib chiqsin dedim, qilishdi. Qilyapti odamlarda. Mana shu haqiqiy tavba bo'ladi. Ana o'sha tavbani qilib turib, keyin haligi vazifalarni boshlasa, nihoyatda yaxshi, go'zal holatlar bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizning ibodatlarimizni o'z dargohida qabul aylasin. Ramazon oyiga munosib holatda yetib borishlikka, chiroyli amallar bajarishlikka Alloh nasib aylasin. Bu fursatni g'animat bilib, ibodat, tavba, ezgu amallar bilan o'tkazaylik. Alloh barchamizni bu oyning barakasidan bahramand aylasin.